Barıгызга да assalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayta: "Men sizning uchun islom dinini tamom qildim" deydi. Demak, islom dini 15 asr ilk tamom qilingan. İslam dinine bir narsada üstab bo'lmaydi. Lakin şu oyat buluğuna qaramasdan bir ko'p musulmonlar ham shulay adashgan turkumlarning ahillari islom dinine narsadir üstörge tirishadilar. Misal etib bitirerge bo'la kishi jirlaw masalasi. Mana masalan kishini jirlagandan so'ng mayitga Qur'on shig'u degan masala bor. Shulay uq mayitga 40 Yasin o'qu degan masala bor. Ham shulay uq kishini jirlagandan so'ng qabrning 4 pushmog'ina bosib Qur'on o'qu masalasi bor. Ham bundan tış bik ko'p shunday amallar bor. Islom dinine top kelmagan. Aytib bitirga kerak. Qur'on o'qu olamaq amalmi? Yo'q, olamaq amal tugul, yaxshi amal. Lakin Qur'on o'qu bo'larga tegish shul ravushdagina qaysi ravishda bizga Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni ruxsat etgan. Biz agarda o'zimizdan narsadir o'ylab chiqarib, mana bit qabrga borib Qur'on o'qisang bo'lar. Masalan 40 Yasin chiqsang bo'lar. Ul yaxshi amal deb aytuvimizdan ul yaxshi amalga aylanmay. Ul amalga qarata oyat kelmadi ekan, hadis kelmadi ekan. Demak, ul amal qabul bo'lmay, hurmatli jamoat. Shuni anglarga kerak. Mana masalan men bugun aytsam, namozning ishida 300 topqir subhanalloh deb aytirga kerak deb. Subhanalloh olamasizmi? Yo'q, olamasiz tugul. Lakin uni niye 300 topqir aytirga yaramay namoz ishida? Chunki ona qarata dalil kelmagan. Hadisda kelmagan, oyatda kelmagan. Onu bizga bir kimda buyruq etmagan. Shunga ko'ra da 300 topqir subhanalloh deb namoz ishida aytirga yaramay. Tik subhanalloh degan so'z yaxshi so'z. Mana shu so'zlardan chiqib anglarga bo'lar. Kishini jirlagandan so'ng, shuluq masalan Qur'on shig'u bo'lsin, 40 Yasin o'qu bo'lsin, shu masalalarga qarata dalil, oyat, hadis kelmadi ekan, ul amallarni qilirga yaramay, chunki ul amal qabul bo'lmayacak. Bizning uyimiz bo'yicha yaxshi amal kibib ko'rinsa-da. Mana masalan, shunda misol keltirga bo'lar. Buyuk tabiin Said ibn Musayyib bir vaqt namoz o'qigan kishini ko'radi. U kishi 2 raqat namoz o'rnida 4 raqat o'qiydi. O'ylab qarasang bitinde 2 raqatdan 4 raqat namoz savobroq, lakin Said ibn Musayyib u kishiga ayta: "Seni dey Alloh taolo jazolayacaqdi." Shundan so'ng tayo kishi o'tirib so'raydi: "Nechig endi jazolaydi?" "Men bit namoz o'qiyim" dey. "Namoz o'qigan uchun nechig jazolab bo'ladi?" Said ibn Musayyib ayta: "Namoz o'qigan uchun jazolamay u seni dey. Sen sunnatga qarshi kelgan uchun jazolayacaqdi." Mana hurmatli jamoat, shu haldan chiqib anglarga bo'lar. İslam dini bizning aqlga qurilmaydi. İslam dini qurila qonunlarga ham dalillarga, Alloh subhanahu va taoladan kelgan so'zlarga, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarına bizga narsa yaxshi ko'rina, mana bizning o'yimizcha, ul islom dinida yaxshi degan so'z tugul, hurmatli jamoat. Shuni anglarga kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisi bor. Bizning sunnatimizdan bo'lmagan amalni qilsangiz, ul amal inkor etilacak deydi.